O'rtoqlar, mana shunaqa fayzli mahallaga kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda polni kottejlar qurilgan, bu yoqda hashamatli uylar, bu yerda ham uzunasiga polni kottej tushgan. Mana shu ikkinchi kottejimizni hozir sotuvga qo'yganmiz. Fasad qismi 10 metr, ichkariga 20 metr. Ya'ni ro'parasi 2 sutuli joyimiz. Qaranglar. Bu yerda darvoza bo'ladi, ichkariga ikkita mashina qo'ysanglar bemalol joylashadi va zeleniy zona qilib qo'ysanglar ham chiroyli tushadi. Chap tomonda birinchi katta zali hisoblanadi. Bu yoq tomondagi uyga o'tadigan bo'lsa, bu yerda 3 ta xona plus kuxnya va podvol ham bor. Kuxnyani tiyi podvol bo'ladi. Kirishinglardan chap tomonda ikkinchi xonasi, uchinchi xonasi, bu yerda sanuzel, bu 4-xonasi. Bu esa kuxnya. Kuxnyani tiyi aytib o'tganimdek podvol. Korvoslar santexnikasi bo'lgan, elektrikasi bo'lgan. Qizuv joyini ko'rsataman sizlarga. Mana o'zimga ham yoqqani. Oldi tomonni ko'rdinglar, ko'cha. Lekin orqa tomoni ham mana shunaqa skvoznoy ko'cha. Hurmatli kuzatuvchilar, bu joyimizda Zangata tumani, Nurhayot to'yxonani hammanglar yaxshi bilasizlar. Ayniqsa bozorchi akalarimiz yaxshi biladi. O'sha Nurhayot to'yxonasidan to'g'riga o'tganingizda o'ng tomondan 3-ko'cha, katta yo'ldan 400 metr to'ppa-to'g'ri kirib kelganingizda mana shu uchastkaga kelib taqaladi. Narxiga keladigan bo'lsa $63,000 so'rovimizni bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'laveradi.